Assalomu alaykum, hurmatli Namangan taxta bozor kanali a'zolari. Yangi strapli tushgan 6 metrli to'r pilisavoy 4 metrli to'sin lagerli tushgan. Xudo xolasa videoni ko'rib tursangiz, xudo xolasa yangiliklardan razmerini, narxini, batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Sizlardan faqatgina iltimos poddeshka qilib, like, kommentariyada kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Yozib ketadigan bo'lsangiz, xudo xolasa qo'ldan kelganicha kamchiliklarni to'g'rilab, doimiy yangi videolarni qo'yib borishga harakat qilaman. Do'stlarga podelitsa qilib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam berib tursangiz, yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Bu video olishimdan maqsad, xudo xolasa juda ham ko'p 6 metrli to'r pilisavoy razmer so'raganlar ko'p bo'lganligi uchun video qildim. Sababi 6 metrli to'r pilisavoy strapl tushirganman. Mana taxtaning orqa tarafi, endi 14,5, 11,5. Bu orqa tarafi 6 metrli. Xudo xolasa video boshlanishi polli laga to'sin strapldan boshlanadi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, sizga kerak bo'lgan razmerlar bo'ladi. Eni 11 sm, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrli yel taxta, yuzasi ham tiniq holatda mana. Taxtaning holati zo'r, ideal holatda, to'r qirra. Eni 11 sm, qalinligi 2 sm. Narxi 43 ming so'm. Lekin narxlar juda ham qimmatlab ketgan. Imkon qadar taxta oladigan bo'lsangiz, pulni tushadi deb kutmasdan taxtani olishingni tavsiya qilamiz. 18 ga 5, uzunligi 4 metrli suxoy listrak. Narxi 147 ming so'mdan. 18 dan razmeri kengroq, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli. Donasi 147 ming so'mdan. Xo'p, to'r qirra ideal holatda, old-orqa standart qilingan, garbili defekti yo'q. 4 metrli strapli, eni 11,5, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrli, 34 ko'rsatadi, suxoy taxta, Katya zavodniki. Narxi 60 ming so'mdan. 11,2 ga qalinligi 2,6 qolgan, uzunligi 4 metrli, 100% sasda. Holati zo'r, mana yuzasi tiniq holatda. Ochilishigacha garantiya beriladi. Yumaloq tig'da ochilgan, to'r qirra ideal holatda. Buning narxi 60 ming so'm chiqadi buni ham. Xolasa holati yaxshi, to'r qirra. 11,5 ga 5,5, uzunligi 4 metrli, sasna listrak aralash. Holati zo'r taxtani, to'r qirra. Lagerli baquvvat strapl so'raydiganlarga bemalol ishlatsa bo'ladi. Narxi 103 ming so'mdan. Oddiy polli taxtamiz ham bor. Xo'p. 12 sm-ligi bor. 43 ming so'mdan. 11 sm-ligi bor. 39 ming so'mdan. Eni 11, qalinligi 2li, uzunligi 4 metrli. Holati juda ham zo'r. 39 mingga 43 ming so'm narxi. 6 ga 3,5, uzunligi 3 metrli. Qo'lli перегородкаga ishlatsa bo'ladi. 100% sasna, holati juda ham zo'r, to'r qirra. Narxi 10 ming so'mdan metri. 14 ga qalinligi 35-36 lik. Pilisavoy razmer deyiladi buni ham. Xudo xolasa 32-33 lik emas. 35-36 deb ko'rsatadi. Mana holati. To'r qirra, donali, ideal holatda. Garbili defekti, katta butoq yo'q mana. 100% sasna. Zavodskoy taxta, valnasi yo'q, muhimi. Mana taxtaning qalinligi, xudo xolasa 35 ko'rsatadi. Yo'llardan ham ko'rinishi, holati ideal. To'r qirra, old-orqa standart taxtaning oldi tarafi, qani yo'llardan ham ko'rinishlari. Muhimi sizda buni taxtaning vannasi bo'lmaydi. Mana taxtaning orqa tarafi standart holatda. Uzunligi 6 metrli, eni 14,5, belyari taxtasi, qalinligi 42-43. Uzunligi 6 metrli, sasna, holati zo'r, to'r qirra. Mana taxtaning yuzasi. Qalinligi, holati zo'r taxtaning. Strapillikka juda ham ko'p so'rov bo'lgan. 14,5 ga 42 yoshi mashhur bo'lgan taxta. Holati zo'r. Videoni boshlanishda orqasini ham ko'rdinglar.
Holati juda ham chiroyli tilingan. Zavod taxtasi. Mana. Vannasi yo'q. Holati yaxshi. Ok, telefon qilingiz yana qaytarib. Ana neçiligi Nima? Nimada neçiligi debdi. O'zi yo'q, ana bolaga telefonli gaplashar ekan-ku. Mirzoq telefon qildim dedi. Mirzoq telefon qildimi? 19.5 ga 5lik edi. Bo'l. Ha, 5 metrlik. Bo'ldi. Bo'ldi. Marku 19.25 orada bir rat to'g'ing. Laptop qo'yami? 5 ta. Mana 2 ta ber. Ha? 14 pilos va 14,5 и 11,5 shu razmerda. Qalinligi 4 pilos, kengligi 11,5 sm, uzunligi 6 metrlik. Holati juda ham zo'r. Taxtani ko'rinishi. Old orqasi standart. Hop, narxi 143 ming so'm 14,5 ga 4 pilos, 4,5 gacha ko'rsatadi, 42 chiqadi. 143 ming so'm 14,5 ga, 112 ming so'm 11,5 ga. Holati zo'r, taxta chiroyli holatda и 10,5 ga 42 lik. Holati yaxshi. 10,5 ga 42, uzunligi 6 metrlik, narxi hop 47 ta qolgan. 103 ming so'mdan beraman, 44 taga pul berasizlar. Aybi bor. Ikkitasini aybi bor. Ikkita kaltasi bor, ikkitasini belida defekti bor, 3tasi bonus. 44 taga pul berasizlar. 105 ming so'mdan. 103 ming so'mdan deganim adashdim. 103 ming so'mdan 44 taga pul berasizlar, puli bo'shaydi, ishini bitadi. 47 ta shtugo. Ikkita dona. Hop, 11.2 ga, qalinligi 32-33, uzunligi 6 metrlik. Narx 92 ming so'mdan. Bu ham rossiyskiy hissasini, yonlasi yo'q, garbili yo'q. Mana taxtani holati, yon ko'rinishlar, tilinishi ham chiroyli tilingan. 14 pilos, qalinligi 33-34 gacha ko'rsatadi. Narxi 118.500 so'm. Narxlar juda ham ko'tarilib ketgan. Bemalol to'sillikka yana 15,5, qalinligi 5, uzunligi 4 metrlik. Toza ajramagan. Holati juda ham zo'r. Mana yon ko'rinishlari ham, tilinishi zo'r tilingan. Vannasi yo'q, zavod taxtasi, katta zavodniki bu ham. Mebel zavodniki. Ana yonlari. Juda ham zo'r tilingan. Old orqa standart. Orqasigacha ko'rsatib o'taman taxtani. Muhimi garbili yo'q. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Holati zo'r, ideal holatda taxta. Savdo ham xohlasa bo'lib turibdi, mana pochon ochilgan. 15,5 ga 5, narxi 126 ming so'mdan. Shifr reka, qalinligi 3.31 ko'rsatadi, kengligi 47 gacha ko'rsatadi. Mana 100% quruq и qaytarib qo'ying bitta 5 metrlik. Kengligi 4.7, qalinligi 3.31 lik, uzunligi 4 metrlik. Holati zo'r, donali pachkada ikkitadan. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy bozori 3-rat. Manzilimiz 573-574-joy. Bemalol kimga qanaqa taxtalar kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. 15-33-34 lik, lestoyak quruq. Bu narxi 88 ming so'm. Bemalol taxtadan murojaat qilishingiz mumkin. Kamchiliklar bo'lsa, xudo xolasa ishini yetkazib beramiz. Oldindan to'lov yo'q. Bemalol taxtaga zakaz berishingiz mumkin. Xudo xolasa ishonchli, sifatli taxtalar yetib boradi. Manzilingizga taxta yetib borgandan keyin pul berasizlar, oldindan to'lov bo'lmaydi. Xudo xolasa moshdan arzonroq qilib gaplashib, ishini bitkazib beramiz. Ishonchli, sifatli taxta zakaz berasizlar. Va xohlasa, yana qanaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz bersani ishini bitadi. Keyingi